Akalar, bu videoda ko'rib turgan zaryadkalar eng tuftasi, ichidan 220 sim to'g'ri o'tib ketgan. Plata, tranzistor, relay напряжениyalar hech narsasi yo'q. Mana shunaqasini olib qo'ymanglar. Hozir men videoda qo'yib borganimdek, mana ikkinchi videodagini olinglar. Bizning yangi zaryadkamiz hali ochilmagan ham. Buni probaga ochib ko'rdik. Ichini ko'ryapsizlarmi o'sha? Bu yerda mana to'ki tiqilyapti. To'ki kirgandan keyin shunurimizda bu yerda mana relay напряжениyalar qo'yilgan. Bu yerda kichkina tranzistorlar qo'yilgan, keyin bu yerda ichida otib o'rganda predahniyalar ham qo'yilgan. Endi bu yerda hozirgi arzon zaryadka ko'rayotgan bo'lsanglar, ichi hech qanaqa anaqasi yo'q. Bitta nomiga bitta mana plata turibdi. Plata bilan qurusim o'tib ketgan. Ekraniga o'sha 220 dan ekraniga mana bu yerga ko'rsatib berishga qo'yib qo'ygan. Keyin bu yerda mana knopkasi 1,5 kilovat, 2,5 kilovat, 3,5 kilovatga bu yerda ko'rsatadi. Mashinani qo'ygan paytida qanchada to'lishini ko'rsatadi, общий qancha tok ishlatganini ko'rsatadi, qancha vaqtda to'lishini ham ko'rsatib beradi. Rasxodlarni hammasini olib beradi. Mana shu knopkadan o'zgartirsanglar bo'ladi amperajlarini. Bu bizning o'zimizdan yangi zaryadkani ochib ko'rsatib beryapmiz. Zaryadka olayotgan paytida mana shu mana knopkasidan qarab tekshirib olsanglar bo'ladi o'zgartirib. Chunki o'zgarmaydi, eskisi hozirgi videoda ko'rganingizda o'zgarmaydi. Mana bizning zaryadkaning ichki ko'rinishi. Zaryadka olayotganda nima menga ham ko'p savollar berishadi, telefon qilib, men siz zaryadkangiz qimmat $100. Ataka, lekin bu zaryadka bizda $100 arzon. Shu zaryadkalarimizni boshqa odamlar 120, 130 sotishyapti. Nima sizda $100? Mana $70, $60 zaryadkani sifati. Qo'yasizlar, promoy tok kiradi. Inverterlar BYD bo'ladi, boshqa mashina bo'ladi, elektromobil bo'ladi. Inverterlar kuysa keyin normalniy $2000-$2000 tushasizlar. Nega? Buni ichida arzonida relay напряжениyalar, tranzistorlar yo'q, bunaqa narsalar. Mana bandigida mana shu ichi deydi, ko'rayotgan bo'lsanglar mana. Buning ichi plata, mikrosxemalar, tranzistorlar ishlangan sistemani ko'ryapsizlarmi? Prochniy ishlangan. Bunaqani fuflo 1,5, 2,5, 3,5 kilovatli beradigan zaryadkalar emas, sifatli zaryadka. Kimga shu zaryadka kerak bo'lsa, BYD avtomasterga telefon qilib, 33 kod bilan 153 53 ga fath qilib telefon ko'rasiz.